Do'stlar, biz hozir Koreyani Chinatown'idamiz. Bu joy Koreyaning Incheon shahrida joylashgan bo'lib, bu yerda xitoyliklarning makoni bo'lar ekan. Bizda O'zbekistonga o'xshagan manti, somsaga o'xshagan taomlar ham bor ekan. Endi buni ichiga nima qo'shilganini bilmayman to'g'risi. Qimirlagan hasharotni xitoyliklar yeydi va buni men o'z ko'zlarim bilan ham ko'rdim. Oshxonalarning menyularini ko'rsangiz, bir nima deb yozib qo'ygan, ko'rgan odam adashib ketdi. Suvenirlarni ko'rsangiz, yoshlikda ko'rgan multfilmlarim esimga tushib ketdi. Har bir davlatning o'zining milliyligi bo'lgani kabi, Xitoy davlatida ham milliy kiyimlari, milliy liboslari mavjud. Xitoyliklarning shirikliklarini ko'rib, ko'zlarim o'ynab ketib, shundoq hidlashimni bilaman. Voy, hidlari juda yomon bo'lar ekan. Lekin ko'rinishidan rosa mazaliga o'xshadi. Xitoyliklar faqat yeydi shekilli, bu mahallani har ikki qadamdan birida restoranlar, ko'chani polni o'zlari qarorgoh qilib olishgan. Mana bunaqa chiroqlarni ko'rib, biz O'zbekistonning Stalbadagi chiroqlar esimga tushib ketdi. Bu joy novvoyxonami desam, yo'q, bu yerda mantilar qilar ekan, mando deyishar ekan bularniki, lekin nonga o'xshar ekan. Bu joy esa bitta yuzi bor, 100 ta maskasi bor insonlarning joyi shekilli. To'g'risi bilmadim. Chinatownga borib Xitoylarni ko'ramanmi desam, bu yerda hammasi koreyslar, chet elliklar, Xitoylar o'zi yo'q, ovqat pishirib, ovqatini sotib o'tiribdi. Lekin juda chiroyli joy, kelib ko'rishni maslahat beraman. Birga kelmoqchi bo'lgan do'stingizga jo'natib, videoni saqlab qo'ying, obuna bo'lishni unutmang.